Sulton Uvays Qaroni'ni eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Endi bu kishini tobein deyishadi. O'zbekistonda Namangandagi Qoraqalpog'istonda ziyoratgohi bor. Biz hozir Qoraqalpog'istondagi ziyoratgohidamiz. Tog' ustida ekan, murojaat tog'i deyishar ekan odamlar. Haligi murojaat qilgan oyoq izlari, qo'l izlari qolgan deyishadi. Hozir o'sha joyni ko'rsatib beraman. Sizlar ungacha videoga bitta like bosib, izohlarda fikringizni qoldiringlar. Mana shu joyda oyoq izlari deyishadi mana. Oyoq qo'ygan ekanlar. Shu toshda oyoq izlari qolib ketgan mana. Duo qilmaydi. Lekin tosh pochtaga latta bog'lab, mana lattani qaranglar. Latta bog'lab tavba qildim, duo qilishadi. Tahoratingni masjidga kir, 2 rakat namoz o'qi. Keyin duo qilmaysanmi, to'g'rimi? Ammo ahvolni qaranglar endi. Latta bog'lab tashlash yomon, qaranglar. Tavba qildim. Tushmayman. Tavba. Odamni ham shu darajada bo'larkan-da. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagan edim. Masjidga kirma, Xudodan so'ra. To'g'rimi?